mana shu turgan joyimiz Arafat vodiysi deyiladi. Hali ko'rib turgan joyimiz Arafat tog'i deyiladi. Arafat tog'i nima degan desa, Arafa degani o'zi bildi, tanidi degan lug'aviy ma'noda. Nimaga unaqa deyiladi desa, Odam alayhissalom Havo momomiz bilan ikkalalari jannatdan yerga tushirilganlaridan keyin xato ishni qilib qo'yib, Alloh ularni yerga tushiradi. Tushirgan payti ikkalalari ikki tomonda bo'ladi. Va Allohga tavba qilib, rivoyatlarda ayrimida 200 yil, ayrimida 200 bilan 300 yilda orasida Allohga tavba qilib, bir-birlarini izlab yurishadi. O'sha vaqtda 200-300 yildan keyin bir-birlarini mana shu tog'da bir-birlarini tanib, ko'rib, bir-birlarini uchrashib qolishadi. O'shaning uchun tanidi, bildi, Arafa deb nomlanadi. Yana bir nomi bor, Jabalur Rahma deyiladi. Ya'ni rahmat tog'i deyiladi. Nimaga unaqa deyiladi desa, o'sha Odam alayhissalom bilan Havvo onamiz ikkalalari bir-birlari bilan uchrashgandan keyin o'sha yerda turib, gunohlariga, xatolariga tavba qilib Allohdan rahmatini so'raydi. Va Alloh mana shu tavbalarni o'sha yerda qabul qilib, Allohning rahmati yog'ilib qabul qiladi. O'shaning uchun rahmat tog'i deyiladi. Bu yerlarga kelishlikdan maqsad aytganimizdek juda ham katta tarix, undan tashqari bu yerga kelishlik o'sha kishilarni duo qilgan amallari bizga haj arkonlarida farz o'laroq kirgan. Ya'ni farz amallarda dan biri hisoblanadi Arafat tog'ida. Arafa kuni, ya'ni Qurbon hayitini so'yishlikdan bir kun oldin Arafa kuni mana shu Arafat tog'ida har bir haj qiluvchi shu yerda bo'lishligi shart. Bu farzlaridan. Chunki Payg'ambar alayhisolom hadisda aytganlarki, al-hajju Arafa deganlar. Ya'ni haj bu Arafatdir deganlar. O'sha